Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar, ota-onalarimiz, bobo-bularimiz va umuman pasporti bor har bir fuqaro uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Pasport almashtirish, ID kartaga o'tish. Kimlar shoshilish kerak, kimlar esa vahima qilmasa ham bo'ladi. Bu ma'lumotni bilmaslik pensiya olishda, bank kartasidan foydalanishda, notariusga borishda, shifoxonada hujjat topshirishda. Hatto oddiy sim karta yoki kommunal xizmat masalasida ham muammo chiqarishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Ayniqsa uyingizda yosh katta insonlar bo'lsa, albatta ularga ham tushuntirib qo'ying. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday huquqiy va amaliy masalalarni oddiy tilda odamlar tushunadigan qilib tushuntirib boraman. Avval bizda fuqarolikni tasdiqlovchi asosiy hujjat pasport edi. Ko'pchilik uni qizil pasport, biometrik pasport, ichki pasport deb aytardi. Shu pasport bilan odam bankka borardi, pensiya rasmiylashtirardi, shifoxonaga kirardi, notariusda ishonchnoma berardi, uy-joy oldi-sotdisi qilardi. Mahallada ro'yxatdan o'tardi. Keyin bosqichma-bosqich ID karta tizimi joriy qilindi. Ya'ni endi O'zbekiston Respublikasi fuqarosining shaxsini mamlakat ichida tasdiqlaydigan asosiy hujjat sifatida ID karta ishlatilmoqda. Bu yerda eng muhim joyi shuki, ID karta pasportning o'rnini ichki foydalanishda bosadi. Lekin chet elga chiqish uchun ID karta yetarli emas. Chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Ko'pchilik pensionerlar mana shu joyda adashadi. Menga ID karta berishdi, endi Qozog'istonga, Rossiyaga, Turkiyaga shu bilan chiqaveramanmi deb so'rashadi. Yo'q, har doim ham emas. ID karta asosan O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlash uchun. Chet elga chiqish masalasida esa davlatlararo tartib va xorijga chiqish pasporti kerak bo'lishi mumkin. Endi savol. Pensionerlar tayyorlansin deganda hamma pensioner ertaga yugurib borib pasportini almashtirish shartmi? Men buni aniq qilib aytaman. Hamma bir kunda, bir oyda majburiy almashtiradi degan gap emas. Asosiy qoida shuki, eski namunadagi hujjatlar belgilangan muddatgacha yoki amal qilish muddati tugaguncha ishlatiladi. Lekin hujjat muddati tugagan bo'lsa, yo'qolgan bo'lsa, yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, ma'lumotlar o'zgargan bo'lsa yoki davlat organlari sizdan amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilayotgan bo'lsa, ID karta olish masalasi kechiktirilmasligi kerak. Oldin odam pasport olardi va ko'p yillar davomida shu pasport bilan yurardi. Pasport ichida yashash joyi bo'yicha ro'yxat, nikoh haqida ayrim qoidalar, farzandlar haqidagi ma'lumotlar, har xil shtamplar bo'lar edi. Davlat idorasiga kirganda xodim pasportni varaqlab ko'rardi. Hujjat ko'p ma'lumotni o'zida qog'oz ko'rinishida saqlardi. Hozir esa raqamlashtirish kuchaymoqda. ID kartada chip bo'ladi. Asosiy ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Masalan, bank xodimi, notarius, davlat xizmatlari markazi, tibbiyot muassasasi yoki pensiya jamg'armasi sizning shaxsingizni elektron baza orqali tasdiqlashi mumkin. Bu nimaga kerak? Birinchidan, soxta hujjatlar kamayadi. Ikkinchidan, hujjatni tekshirish tezlashadi. Uchinchidan, davlat organlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi osonlashadi. To'rtinchidan, odamning shaxsiy ma'lumotlari aniqroq yuritiladi. Lekin mana shu o'zgarishning oddiy odamga, ayniqsa pensionerga ta'siri bor. Yoshi katta odamda eski pasport bo'lishi mumkin. Uning cheti yirtilgan, rasmi eskirgan, familiyasi nikohdan keyin o'zgargan, tug'ilgan sanasida xatolik bo'lgan, yashash joyi boshqa tumanda. Lekin hujjatda eski manzil turgan bo'lishi mumkin. Bularning hammasi kundalik hayotda muammo chiqaradi. Masalan, pensioner bankdan yangi plastik karta olmoqchi bo'ladi. Lekin pasportdagi ma'lumot bilan bank bazasidagi ma'lumot mos kelmaydi. Yoki notariusga boradi, pasportdagi rasm juda eski, odamning hozirgi ko'rinishi bilan mos kelmaydi. Xodim qo'shimcha tekshiruv talab qiladi. Yoki pensiya to'lovi bo'yicha ma'lumot yangilanadi. Hujjat muddati tugagani sababli murojaat ortga qaytariladi. Birinchi navbatda pasportining amal qilish muddati tugagan fuqarolar e'tibor berishi kerak. Agar pasportingizda amal qilish muddati ko'rsatilgan bo'lsa va u allaqachon o'tib ketgan bo'lsa, men pensionerman, menga bo'laveradi deb yurish to'g'ri emas. Amaliyotda ba'zi joylarda eski hujjatni ko'rib, mayli, taniymiz-ku deb xizmat ko'rsatishi mumkin. Lekin rasmiy tartibda muddati o'tgan hujjat muammo keltirib chiqaradi. Masalan, 18 yoshli fuqaro bankka borib pensiya kartasini almashtirmoqchi bo'ldi. Bank xodimi tizimga ma'lumot kiritganda pasport muddati tugaganini ko'rdi. Natijada avval hujjatni yangilash, keyin bank amaliyotini qilish kerak bo'ldi. Bu
Bu esa odamga 2 marta yo'l, 2 marta navbat qo'shimcha vaqt degani. Ikkinchi navbatda pasporti yo'qolgan yoki yaroqsiz bo'lganlar. Pasport suvga tushgan, yonib ketgan, sahifalari yirtilgan, rasmi ko'rinmay qolgan, yozuvlari o'chgan bo'lsa, bu hujjat bilan yurish xavfli. Ayrimlar pasportni sellofan papkada 10 yil saqlaydi. Lekin bir kuni kerak bo'lganda ichidagi varaqlar ajralib ketgan bo'ladi. Bunday vaziyatda sizni ayblashlari shart emas, lekin davlat organi hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Hujjat shaxsni aniq tasdiqlashi kerak. 3-navbatda familiya, ism, otasining ismi o'zgarganlar. Bu holat ko'proq ayollarda uchraydi. Masalan, ayol turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan. Keyin ajrashgan yoki turmush o'rtog'i vafot etgan. Lekin hujjatlarda bir joyda eski familiya, boshqa joyda yangi familiya yuribdi. Pensiya hujjatlarida bir ma'lumot, bankda boshqasi, pasportda yana boshqasi bo'lsa, to'lovlar yoki meros masalasida jiddiy chalkashlik bo'ladi. Shu sababli ma'lumotlarni bir xil holatga keltirish juda muhim. 4-navbatda tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, shahar yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlarda xatolik borlar. Ba'zan odamning pasportida tug'ilgan sanasi 12 may, pensiya hujjatlarida 20 may bo'lib qoladi. Yoki ismida bitta harf farq qiladi. To'lqin bir hujjatda tulkin bo'lib ketgan. Muhabbat bir joyda muqabbat deb yozilgan. Bu mayda narsa bo'lib tuyuladi. Lekin elektron tizimlarda bitta harf ham katta muammo. Hozirgi raqamli tizimlarda ma'lumot mos kelmasa, tizim odamni boshqa shaxs deb ko'rishi mumkin. 5-navbatda doimiy yashash joyi, ro'yxat. Kadastr, notarial ishlar, meros, hadya, oldi-sotdi masalalarida yurganlar, pensionerlar orasida uyini farzandiga hadya qilmoqchi bo'lganlar, meros rasmiylashtirayotganlar, yer yoki uy hujjatini to'g'rilayotganlar ko'p. Notarius bunday paytda shaxsni tasdiqlovchi hujjatning amaldorligiga juda jiddiy qaraydi. Agar pasportingizda muammo bo'lsa, bitim to'xtab qoladi. Tasavvur qiling, hamma farzandlar viloyatdan kelgan, notariusga vaqt olingan, lekin hujjat muddati o'tgan. Bitta shu sabab bilan ish keyinga qoladi. Agar sizning amaldagi pasportingizning muddati tugamagan bo'lsa, hujjat butun bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank, pensiya, notarius yoki boshqa davlat idoralarida hozircha muammo chiqmayotgan bo'lsa, darhol vahima qilib yugurishingiz shart emas. Lekin bu umuman qiziqmayman degani emas. Men tavsiya qilaman, pasportingizni qo'lingizga olib, amal qilish muddatini tekshiring. Tug'ilgan sana, ism, familiya, manzil va boshqa ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Agar yaqin oylar yoki yaqin yil ichida muddati tugasa, oldindan reja qiling. Chunki hamma oxirgi kunda bo'lsa navbat ko'payadi. Hujjat tayyor bo'lishini kutishga to'g'ri keladi. Masalan, 72 yoshli otaxonning pasport muddati 2026 yil mart oyida tugaydi. U kishi hali vaqt bor deb yurishi mumkin. Lekin 2026 yil fevralda pensiya kartasini almashtirish, shifoxonada imtiyozli dori olish, notariusda ishonchnoma berish kerak bo'lib qolsa, hujjat muddati tugashiga yaqinligi sabab ayrim joylarda qo'shimcha savollar tug'iladi. Eng to'g'ri yo'l muddat tugashiga bir necha oy qolganda hujjatni yangilashga tayyorlanish. Yana bir misol, 65 yoshli onaxonning pasporti amalda, lekin rasm 20 yil oldingi. Albatta, pasport amalda bo'lsa, bu avtomatik ravishda yaroqsiz degani emas. Lekin notarius yoki bank xodimi shaxsni aniqlashda qiynalsa, qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. Agar odamning ko'rinishi keskin o'zgargan, hujjat juda eskirgan, fotosurat aniqligi past bo'lsa, ID kartaga o'tish amaliy jihatdan foydali. Pensionerlar ko'pincha mening pensiyam to'xtab qolmaydimi deb xavotir qiladi. Men bu yerda masalani aniq tushuntiraman. Pasport yoki ID karta shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Pensiya esa sizning mehnat stajingiz, yoshga doir huquqingiz, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik kabi asoslar bo'yicha tayinlanadi. Hujjatni almashtirish pensiya huquqingizni yo'q qilmaydi. Lekin shaxsiy ma'lumotlar yangilanmasa, bank orqali to'lov olishda, qayta rasmiylashtirishda, yashash joyini o'zgartirganda, ishonchnoma berganda muammo bo'lishi mumkin. Demak, pensiya to'xtaydi deb qo'rqmaslik kerak. Lekin hujjat tartibli bo'lishi kerak. Agar pensioner yotoqda yotgan bo'lsa, harakatlana olmasa, ko'rish yoki eshitishida jiddiy muammo bo'lsa, bunday holatda yaqin qarindoshlar hududiy migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, qanday tartibda xizmat ko'rsatilishini so'rash kerak. Ayrim hollarda vakil orqali ariza berish, notarial ishonchnoma, tibbiy ma'lumotnoma yoki joyiga chiqqan holda xizmat ko'rsatish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Bu hamma joyda bir xil avtomatik bo'ladi deb aytmayman, lekin bemor
nogironligi bo'lgan yoki mustaqil bora olmaydigan fuqarolar bo'yicha alohida tartiblarni so'rab aniqlash zarur. Yana bir muhim nuqta. Pensionerning bank kartasi boshqa odam qo'lida bo'lishi, farzandi yoki nevarasi pensiyani olib berishi holatlari ko'p uchraydi. Bunda ham hujjat muhim. Agar pensioner o'zi bora olmasa, qonuniy tartibda ishonchnoma qilinadi. Ishonchnoma uchun esa amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Demak, onam ko'chaga chiqmaydi. Unga ID karta kerak emas degan fikr noto'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki ertaga ishonchnoma, davolanish, meros, bank yoki ijtimoiy yordam masalasida hujjat baribir kerak bo'ladi. Birinchi nozik jihat, ID karta bilan xorijga chiqish masalasini adashtirmang. Ikki hujjat bilan chet elga chiqish har doim ham mumkin emas. Xorijga chiqish uchun alohida pasport talab qilinadi. Agar pensioner farzandinikiga chet elga bormoqchi bo'lsa, faqat ID karta oldim deb xotirjam bo'lmasin. Oldindan qaysi davlatga borishini, qaysi hujjat kerakligini, xorijga chiqish pasportining amal qilish muddatini tekshirsin. Ikkinchi nozik jihat, hujjatdagi ma'lumotlar barcha bazalarda bir xil bo'lishi kerak. Masalan, ID kartada Karimova Dilorom Anvarovna, bankda Karimova Dilorom Anvarovna, pensiya hujjatida Dilorom Anvar qizi bo'lsa, bu ba'zan muammo tug'diradi. Ayniqsa lotin va kiril yozuvlaridagi farqlar, apostrof o va harflari ismning ruscha yozilishi bilan o'zbekcha yozilishi masalasi ko'p uchraydi. Agar shunday farq sezsangiz, hujjatni almashtirish paytida xodimga albatta ayting. Mayli, shunday ketaversin demang. Elektron tizimda keyin tuzatish qiyinroq bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, to'lovlar. ID karta rasmiylashtirish uchun davlat boji yoki xizmat haqi belgilanadi. Uning miqdori bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq bo'lishi mumkin va vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Shuning uchun men aniq summani yodlab oling demayman. Eng to'g'risi, murojaat qilishdan oldin Davlat xizmatlari markazi, migratsiya bo'limi yoki rasmiy saytlar orqali bugungi kundagi to'lovni tekshiring. Pensionerlar uchun ayrim ijtimoiy holatlarda imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin buni ham og'zaki gapga emas, rasmiy ma'lumotga qarab aniqlash kerak. To'rtinchi nozik jihat, jarima masalasi. Agar hujjat muddati o'tib ketgan bo'lsa, yo'qolgan bo'lsa yoki belgilangan muddatda almashtirilmagan bo'lsa, ma'muriy javobgarlik masalasi kelib chiqishi mumkin. Lekin har bir holat alohida ko'riladi. Masalan, odam kasal bo'lgan, uzoq vaqt yotoqda yotgan, hujjat yo'qolganini kech bilgan yoki boshqa uzrli sabablari bo'lishi mumkin. Shuning uchun xodimga vaziyatni tushuntiring. Kerak bo'lsa tibbiy ma'lumotnoma yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsating. Eng yomoni muammoni yashirish va yillar davomida yurish. 5-nozik jihat, manzil va ro'yxat masalasi. ID kartada eski pasportdagi kabi ko'p shtamplar bo'lmasligi mumkin. Lekin yashash joyi haqidagi ma'lumotlar elektron tizimlarda yuradi. Agar siz bir tumanda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashasangiz, davlat xizmatlari, tibbiyot poliklinikasi, ijtimoiy yordam yoki pensiya bo'yicha ayrim jarayonlarda manzil masalasi chiqishi mumkin. Hujjat almashtirayotganda yashash joyingiz bo'yicha ma'lumotlarni ham tekshirtiring. 6-nozik jihat. Hujjatni olish uchun borgan odamning o'zi shaxsan ishtirok etishi odatda zarur bo'ladi. Chunki biometrik ma'lumotlar, fotosurat, imzo yoki boshqa identifikatsiya ishlari olinadi. O'g'lim borib olib keladi deyish hamma holatda ham o'tmaydi. Agar odam bora olmasa, oldindan telefon qilib yoki borib, aynan sizning holatingiz bo'yicha qanday yo'l borligini so'rash kerak. Birinchi qadam. Pasportingizni hozir tekshiring. Uni javonda, sandiqda yoki hujjatlar papkasida qoldirmang. Qo'lingizga olib, amal qilish muddatiga qarang. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy to'g'ri yozilganmi? Rasm aniqmi? Hujjat yirtilmaganmi? Suv tegmaganmi? Shularni tekshiring. Agar uyingizda ota-onangiz bo'lsa, ularning hujjatini ham muloyimlik bilan ko'rib chiqing. Ko'p yosh katta odamlar hammasi joyida deydi. Lekin tekshirsangiz muddati o'tgan bo'ladi. Ikkinchi qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda ID karta olish yoki pasportni almashtirish uchun hududiy migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilinadi. Ayrim xizmatlarni My.Bank.gov uz orqali elektron tarzda boshlash yoki navbat olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin pensionerlar uchun eng qulay yo'l yaqindagi davlat xizmatlari markaziga borib maslahat olish. Agar qishloqda yashasangiz, mahalla raisi yoki hokim yordamchisidan qaysi bo'limga borish kerakligini so'rang, lekin yakuniy ma'lumotni rasmiy idoradan oling. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda eski pasport yoki mavjud shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi.
Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganligi bo'yicha tegishli tartibda tushuntirish yoki ariza talab qilinishi mumkin. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, turmush o'rtog'ining vafoti haqidagi guvohnoma yoki FHDYO hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Agar tug'ilgan sana yoki ismda xatolik bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, sud qarori yoki FHDYO tomonidan berilgan tuzatish hujjatlari so'ralishi mumkin. Agar pensioner nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa yoki bora olmasa, tibbiy ma'lumotnoma, vakil hujjati, ishonchnoma masalasi oldindan aniqlanadi. 4-qadam, arizada ma'lumotlarni sinchiklab tekshiring. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan xatoni aytaman. Odam shoshilib imzo qo'yadi. Keyin ID karta tayyor bo'lganda ismida bitta harf xato ekanini ko'radi. Keyin yana tuzatish, yana vaqt, yana to'lov masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun ariza to'ldirilganda har bir harfni tekshiring. Ayniqsa O, Sh, Ch apostrof tug'ilgan sana, J shashir, manzil, familiya masalasida diqqatli bo'ling. 5-qadam. To'lovni faqat rasmiy yo'l bilan qiling. Hech qachon men tez chiqarib beraman, navbatsiz qilib beraman, qo'shimcha pul bersangiz bo'ladi degan gaplarga ishonmang. Davlat boji yoki xizmat haqi rasmiy kassada bank orqali, terminal yoki elektron to'lov tizimi orqali amalga oshiriladi. Chekni saqlab qo'ying. Pensionerlar orasida firibgarlar qurboni bo'lish holatlari ham bor. Kimdir pasportingiz bekor bo'ladi, menga pul bering, hal qilib beraman deb aldashi mumkin. Bunday gaplarga ishonmang. 6-qadam. Hujjat tayyor bo'lish muddatini so'rang va aloqada bo'ling. Qaysi sanada kelish kerak, SMS keladimi, telefon qilish kerakmi, barchasini aniqlang. Agar hujjat kerak bo'ladigan muhim ishlaringiz bo'lsa, masalan operatsiya, notarius, bank, safar, meros ishi oldindan rejalashtiring. Hujjat almashtirishni oxirgi kunga qoldirmang. 7-qadam. ID kartani olgandan keyin ma'lumotlarni yana tekshiring. Faqat berishdi bo'ldi demang. Ism, familiya, tug'ilgan sana, amal qilish muddati, karta raqami, JSH va boshqa ma'lumotlarni ko'ring. Agar xato bo'lsa, shu zavodi xodimga ayting. Uyga borib bir oy o'tgandan keyin aniqlasangiz, jarayon cho'zilishi mumkin. 8-qadam. ID kartani ehtiyot qiling. Uni bukmang. Issiq joyda qoldirmang. Bolalarga o'yinchoq qilib bermang. Telefon g'ilofida magnit yonida saqlashdan ehtiyot bo'ling. Karta kichkina bo'lgani uchun yo'qolishi oson. Pensionerlar uchun eng yaxshi yo'l alohida hujjat g'ilof qilish, ichiga ID karta, pensiya kartasi, tibbiy hujjat nusxalari va yaqin qarindoshning telefon raqamini qo'yish. 1-vaziyat. 7 yoshli fuqaro uyini nabirasiga hadya qilmoqchi. Notariusga borishdi. Pasport amalda, lekin familiya nikoh guvohnomasida boshqa yozilgan. Kadastr hujjatida boshqa yozilgan. Natijada hadya shartnomasi darhol bo'lmadi. Avval shaxsiy ma'lumotlarni tartibga keltirish talab qilindi. Agar bu ish oldindan qilinganida bir kunda bitadigan ish bir necha haftaga cho'zilmasdi. 2-vaziyat. Pensioner onaxon har oy pensiyasini bankomatdan oladi. Bank kartasining muddati tugadi. Yangi karta olish uchun bankka bordi. Bank amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'radi. Pasport muddati o'tgan ekan. Onaxon, men o'tgan yildan beri shu bankdan pensiya olaman dedi. Lekin bank xodimi tizim bo'yicha ishlaydi. Hujjat yangilanmaguncha karta berish masalasi qiyinlashdi. Demak, insonni tanish boshqa, rasmiy hujjat boshqa. 3-vaziyat. Otaxon chet eldagi farzandiniga bormoqchi. ID karta oldi va endi tayyorman deb o'yladi. Lekin aviabilet olishda xorijga chiqish pasporti kerakligi ma'lum bo'ldi. Yana alohida pasport rasmiylashtirishga to'g'ri keldi. Agar u kishi oldindan ID karta va xorijga chiqish pasporti farqini bilganida safar kechikmasdi. 4-vaziyat. Yotoqda yotgan pensioner nomidan farzandi bank va ijtimoiy yordam ishlarini yuritmoqchi. Lekin ishonchnoma qilish uchun amaldagi hujjat kerak. Hujjat muddati o'tgan. Endi avval hujjatni yangilash tartibini topish, keyin ishonchnoma, keyin bank ishi. Bu o'ylaga ortiqcha yugur-yugur olib keldi. Shuning uchun harakatlana olmaydigan odamlarning hujjatini ham oldindan tekshirish juda zarur. Hurmatli yurtdoshlar, pasportdan ID kartaga o'tish oddiy qog'oz almashtirish emas. Bu shaxsiy ma'lumotlaringizni zamonaviy tizimga to'g'ri kiritish degani. Pensionerlar uchun bu ayniqsa muhim. Chunki pensiya, bank, shifoxona, notarius, meros, ishonchnoma va ijtimoiy yordam masalalarida hujjat doim kerak bo'ladi. Hamma bir vaqtda vahima qilib yugurish shart emas, lekin pasport muddati tugagan, hujjati yaroqsiz, ma'lumotlarda xato bor, familiyasi o'zgargan, notariy yoki bank ishlari bor fuqarolar bu masalani kechiktirmaslik kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun uyga borgach, o'zingizning va ota-onangizning hujjatini tekshiring.
muddati, yozuvlari, holati, ma'lumotlari to'g'riligini ko'ring. Agar savol tug'ilsa, mahalladagi gap so'zga emas, rasmiy davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limi ma'lumotiga tayaning. Hujjatni tartibga keltirish ertangi katta muammoning oldini oladi. Sizning oilangizda pasport yoki ID karta almashtirish bo'yicha muammo bo'lganmi? Pensionni ota-onangizning hujjati joyidami? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday muhim ma'lumotni vaqtida bilgan odam ortiqcha navbat, jarima, asab va xarajatdan saqlanadi.